Yaqında Xotandagi Qarqash noyisining ma'rif tarmoqlari uqtirish tushirib, mazkur noyining yaslilaridagi 4-5 yoshli Uyg'ur bolalarining hafta ichida oilasiga qaytmaydiganligi, hafta ichida qo'nib o'qiydiganligini uqtirgan. Bu uqtirish ota-onalarni andishaga silib, undidardagi aloqador to'plarda munozara qo'zg'agan. Undidardagi bunga doir munozaralar chet ellik ijtimoiy taratqularga chaplanib, muhojiratga Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'adi. Bu tuzumning butkul avtonom rayon miqyosidagi barliq yaslilarda tang yo'lga qo'yiladiganligi yoki Qarqash noyisiga xos yerlik tuzum ekanligi ma'lum emas. Ilgari surilishicha ota-onalar farzandlarini har dushanba kuni yasliga olib berib, har shanba kuni olib ketish kerak ekan. Biz 22 aprel yerlik o'rinlarga telefon qilib, bu uchurni aniqlash jarayonida Qarqash noyisidagi bir kasbiy o'rinning navbatchi xodimi bu uchurning rostligini dalilladi. U bu vaqtdagi savolimizga intayin ansirgan holda shundoq deb javob berdi. "你好，你好，这是教育局吗？我有县教育局吗？不是，这不是教育局。siz Uyg'ur吗？hozir mana bu yaslilarning hammani dushanbadan jumaga yotadigan qilyaptimi? Siz kim o? Balla hammasi cho'qim ishga yetish kerakmi? Tanla akab berish kerakmi? Xitoy hukumati 2017-yilda boshlangan cho'ng tutqunda ota-onasi tutqun qilinib, qaranchuqsiz qolgan nurg'un Uyg'ur bolalarini yotoqliq aslahalarga o'rinlashtirib, ularni oilasi va an'anaviy ijtimoiy muhitidan ayirib tashlagan. Bu kishilik huquq tashkilotlarining va chet eldagi Uyg'urlarning qattiq tanqidiga uchrab kelgan edi. Navbatda bu ahvolning Qarqash noyisida hamma yasliga kengaytirilishi, bolalarning ota-onasiga bo'lgan ehtiyoji, o'sib yetilishi va oilasi bilan bo'lgan beg'ig'i buzg'unchilik qilishidan andish qilinmoqda. Ba'zi nupusliq mutaxassislarning qarashicha, Xitoyning bu tuzumi uning Uyg'ur yosh avlodlarini kontrol qilish strategiyasining bir partisi ekan. The government strategy of increasing control over the young generation and Germaniyalik Uyg'urshunos, Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenz mundaq deydi. Bu Xitoy hukumatining Uyg'ur yosh avlodlarini texim ilgirlab kontrol qilib, ularni assimilyatsiya qilish strategiyasiga tushadi. Bu demaklik, bu bolalar teximi qo'yoq Xitoy tili va madaniyati muhitiga ilib kiriladi deganlikdir. Chunki bu ularning madaniyati, tili va an'analarining teximi qattiq kontrol qilinib, ularni teximi oson assimilyatsiya qilishga imkon yaratadi. Uning ta'kidlashicha, buning Uyg'ur jamiyatiga olib keladigan ta'siri nihoyat cho'ng bo'ladi ekan. U buning oila butunligiga qilingan mudohala ekanligini bildirdi. The effect on Uyghur society is very major because it increases state control over very young children and the Adrian Zenz mundaq deydi. Buning Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatadigan ta'siri nihoyat cho'ng. O davlatning bolalarga bo'lgan kontrolligini texmi kuchaytirdi. Davlatning nazarida bolalar nihoyat strategiyalik. Chunki ular tilni oson o'rganadi. Bu ularning uchurni oson qabul qiladigan vaqti. Bolalarning nishon qilinishi ularning kashlik vaqtini egallashdir. Adrian Zenning qayd qilishicha, bu tuzum hech qanday ehtiyoj bo'lmagan hojatsiz bir tadbir bo'lsa-mu, lekin bu hukumatning oila butunligini, bo'libmi yosh avlodlarni kontrol qilish uchun oila hayotiga qilgan mudohalasi ekan. Qarqash noyisi ma'rif tarmoqlarining mazkur tuzumi rayondagi Uyg'urlarni kontrol qilish uchun qurilgan ulaslar Amerikadagi ba'zi tadqiqot o'rinlarining diqqatini qo'zg'ayotgan mezgilda yo'lga qo'yilgan. Yaqinda Amerikadagi nopozliq aql omborlarining biri bo'lgan Randi shirkatining ikki tadqiqotchisi Amerika davlatlik jug'rofiya istixborot idorasining sun'iy hamrohda tortilgan suratlarini analiz qilib, Xotan shahri atrofidagi maktab eshigi to'shmagan bolalar turishliq 20 dak bu xil aslahani tepib chiqqan. Bu vaqtdagi dokladda ta'kidlanishicha, bu o'rinlar 2018-yil 7 va 8 oylarda selingan bo'lib, bu o'rinlarga 5000 dak bola sig'adi ekan. Uningda Xotandagi bolalar turishliq 20 dak o'rin mazkur rayonda mushu mazgil ichida selingan bolalar turishliq bu xil qurilishlarning intayin oz bir qismi ekanligi. Bu xil qurilishlarning selinish vaqti rayonda lagerlarning keng ko'lamda qurilgan vaqti bilan bir mazgilga to'g'ri kelganligi ta'kidlangan. Adrian Zenning ilgari surishicha, Xitoyning bu siyosati uning rayonda olib berayotgan Uyg'urlarni o'zgartirish maqsadidagi ijtimoiy loyihalash planining parchasi ekan. U Xitoyning nishonliq strategiyasi ajdodlar bilan avlodlar o'rtasida hang paydo qilish kerakligini bildirdi. Intergenerational separation is a targeted strategy of the government and Adrian Zenz mundaq deydi. Ajdodlar bilan avlodlar o'rtasida hang paydo qilish hukumatning nishonliq strategiyasi. Bolalarning mutlaq ko'p qism vaqti hukumat yaslilarda o'tsa, bo'libmi ularning kechilik vaqti bu o'rinlarda o'tsa, ular ota-onalarini haftada 5-6 kun ko'misa,
Bu ularning ota-onasi bilan bo'lgan ma'naviy beg'iga ta'sir qilib, ular o'tirisidagi hongni kengaytirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı 2016 va 2017-yillardan boshlab rayonda yasli nomidagi bolalar ul aslarlar qurilishlariga ko'plab mablag' selishga boshlagan. Doirlar 2017-yilning boshlarida rayon miqyosidagi 4387 bolalar yaslisining qurilishini boshlagan. Buningga 562.900 bola sig'adiganlik ilgari surilgan. Ayni chog'da Qarqash noyisining o'ziga 35.000 bola sig'adigan 207 kanit bolalar yaslisi silingan va kengaytib qurilgan edi.